Assalomu alaykum. Mana ahli Samarqand mana shu skutercha sotilar ekan. Akamiz yaqinda olgan ekan. Biron sabab bilan sotilyapti. Bu necha kilometr yuradi bitta zaryad bilan? Egasi olinadigan vaqtida 70-80 kilometr degan 6 ta batareyali bu. 2024 boshida chiqqan. Oxirida chiqqan. Aha. Yangi versiyasi deb berdilar. Rushnik troslari qamanadi. Aha. Hammasi qo'ldan. Amorzatorli. Amorzatorli balonlar holati hammasi yaxshi. Bitta zaryad bilan qancha nima qilasiz, necha kun haydaysiz? Kilometrni hech o'lchab ko'rmadim. Bir 10 kun, 15 kun Ketadi. maksimum 3 soat, 4 soat o'tkazib. Hay, buni necha pulga sotmoqchisizmi? Salafanlari bilan turibdi. Endi oyoqdagi polikshasi chiroyli bo'lib turgani uchun loy bo'lmasin deb salafan o'rab qo'ygan. Buni necha pulga sotmoqchisiz? Bo'lish narxi 3,5 million. Ha, kelishadigan joyi bor. Endi tiqalgan narxida yana nima kelish mumkin? Relikda puli bo'lyapti. Ha. Telefon qilaverasizlar. Nomeringizni ayting. 93lik Aha. 348 47 49. Otlari G'olib aka. Telefon qilaverasizlar. Samarqand Tayloqda.